James Clear. Atom odatlar. Shaxsiy rivojlanish haqidagi mashhur kitob bo'lib, u mayda o'zgarishlarning katta natijalarga olib kelish haqida gapiradi. Bu kitobni o'qish uchun bir necha sababni keltirib o'taman. Birinchisi, odatlarni shakllantirish va buzish bo'yicha ilmiy yondashuv. Kitobda odatlarni shakllantirish va ularni buzish borasida ilmiy asoslangan usullar taqdim etiladi. James Clear 4 qoida orqali odatlarni oson qabul qilish yoki ulardan xalos bo'lish yo'llarini ko'rsatadi. Ko'rinarli qilish, jozibali qilish, oson qilish hamda qoniqarli qilish. Ikkinchisi, kichik o'zgarishlarning katta ta'siri. Muallif shaxsiy tajribasidan kelib chiqib, odatlarning qanday qilib odam hayotiga ta'sir qilishini misollar bilan tushuntiradi. Masalan, biroz yaxshiroq bo'lish uchun har kuni 1% rivojlanish usuli ko'rsatiladi. Uchinchisi, motivatsiyaga emas, tizimlarga tayanish. Muallif shaxsiy rivojlanish faqatgina motivatsiyaga bog'liq emas, balki yaxshilanishi uchun aniq tizim va strategiyalar kerakligini ta'kidlaydi. To'rtinchisi, hayotiy misollar va real voqealar. Kitobda sportchilar, tadbirkorlar va oddiy odamlarning hayotidan olingan misollar bilan tushuntirilgan g'oyalar bor. Bu g'oyalar oson qo'llanishi mumkin. Beshinchisi, har bir inson uchun foydali bo'lishi mumkin. Agar siz yangi odatlarni o'rganmoqchi yoki yomon odatlardan qutulmoqchi bo'lsangiz, bu kitob siz uchun foydali bo'ladi. U shaxsiy rivojlanish, mahsuldorlikni oshirish va o'zini boshqarishni yaxshilashga yordam beradi. Kitobni o'qishda har bir bobdan keyin amaliy qadamlar qo'ying. Odatlarni kichik qadamlar bilan joriy qiling. Kutilgan katta o'zgarishlarni emas, balki mayda, lekin samarali o'zgarishlarni maqsad qiling. Kundalik odatlar ro'yxatini shakllantiring va ularning ta'sirini kuzatib boring. Bu kitobni o'qisangiz, hayotingizda foydali odatlarni shakllantirish va o'zgarish qilishga ilhomlanasiz. O'qing. Biz tavsiya etamiz.